Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Restoranimizga xush kelibsizlar. Nima buyurtma qilasizlar? Ukam, bugun mana shu qiz nima o'qasa qilsa hammasini olib kelaverasan. Puldan muammo yo'q. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Marhamat. Buyurtmanglar. Yana bir narsa buyurtma qilasizlarmi? Ya, bo'ldi ukam, ketur. Kerak bo'lsa o'zim chaqiraman. Oling. Qalay ovqatlar so'ra? Yaxshi o'tirdinglarmi? Rahmat. Hisob so'ragandingiz mana. Xo'p. Hozir. Tinchlikmi? Hamyonimni tushirib qo'yma, hamma pul o'sha yerda edi-yu. Nima qilaman endi? Menga qarang, yana bahona qilyapsizmi? Menga qarang, yoningizda 1 so'm pulingiz yo'q ekan, nima qilardingiz meni restoranga chaqirib, a? Erkak kishi degan yonda pul olib yurish kerak. Sizni vechni yoningizda pulingiz yo'q. Короче, menga puli yo'q bo'la kerak emas. Tuningizni oramizni oching. Mayli aka, xab bo'lmang. Hozirgi qizlarning hammasi o'zi shunaqa. Pulga o'ch. Puling bo'lmasa gaplashmaydi. Zato o'zingiz uchun bilib oldingiz. Ovqatlan pulini o'ylamang. O'zim to'layveraman. Erkak kishi omad bilan o'ynash kerak emas. O'ylamang aka.